Keyingisi g'iybat yo'q bo'lgan kishilar haqida. Ya'ni bir odamlar borki, uni gapirish g'iybat emas. Ba'zilar bugun chiqadi, g'iybat qilma deydi. Bir odamlar borki, uni gapirish g'iybat emas. Mana buni ulamolar aytib ketgan. Hasan Basri aytadilar, 3 toifaning g'iybat yo'q. Birinchisi fisqini jahriy qilayotgan fosiq, ikkinchisi zolim boshliq, uchinchisi bidatini tark qilmagan sohibi bidat. Bu ham Ahdul Farid kitobidan. Ko'ryapsizmi? Birinchisi kim ekan? Fisqini jahriy qilayotgan fosiq. Ya'ni bugun o'zi qarang, mana internetga qo'yadi, bir fosiqlikni qilib ba'zilar. O'zi chiqib hamma joyga o'zini oshkor qilgan. Hech kim uni uyida yashirib qilayotgan gunohini ko'chaga chiqib gapirgani yo'q. O'zi oshkor qilgan gunohini. Keyin uni gapirsang, g'iybat qilma, bor o'ziga ayt deydi ki olib. U o'zini uyida pisib bir gunoh qilayotgan bo'lgan deydi, uni o'ziga borib pisib o'ziga aytilinardi. Ommaga chiqib hamma joyda sasitdi bu, hamma joyda fisq fujurini e'lon qildi. Bo'ldi, endi ommada gapirilinadi uni chiqib. Fasiqun mujahirun bil fisq deyapti. Fisqni jahriy qilgan fosiq o'zi jahriy qildi. Uni endi ommaga chiqib gapirish hech qanaqa g'iybat emas. Ikkinchisi zolim boshliq deyapti. Mana davlat rahbarlari, amaldorlar, hokimlar, yugurdaklari ularni g'iybat qilma deydi. U o'ziga aytib bo'ladimi nima bor buni? Oldiga yaqinlashib bo'lmasa uni. Firavun ham oldiga Musa alayhisalomni kirgizgan, qarang. Shuning uchun borib Firavunga o'ziga aytgan bor Musa alayhisalom. Lekin qani hozir oldiga kirgizadimi ular? Yaqiniga ham yo'la bo'lmaydi, to'g'rimi? 7 mahalladan o'zi yo'q qilib yuboradi seni. Qanaqa qilib bunga gapirasan endi sen internetga chiqib gapirmasang? Internetga chiqib olib gapirma deydi-da. Qayerdan gapirishing kerak endi? Yoki bir bunday o'zini shaxsiy maktabini ochib qo'ysin. O'sha yerga adminlar qo'yib, mana prezident administratsiyasi degan narsalar bo'ladi-ku o'zi nomiga bo'lsa ham. Shuni bir haqiqiy qilib qo'ysin. O'sha administratsiyasi keyin uni oldiga olib kirib yetkazsin aytilgan gaplarni. O'shanda keyin unga xos o'ziga maktub yozib yetkaziladi. Yetkazmaydi hozir o'shalar ham. Endi qizig'i qarangda, hozirgi zamondagi bu zolimlar shu avvaldagi zolimlardan battar bo'lib ketganmi deysiz? Ana Kisroning imperatoriga ham Rasulullohning maktubi yetib borgan. Yetib o'tib borsa ham. Rum imperatoriga ham Rasulullohning maktubi yetib borgan. Heroqilga ham yoki mana Habashistondagi Najjoshiyga ham, Misrdagi Muqawqisga yetib borganda, oldiga bir odam kirgizish imkoni bo'lgan, ya'ni. Lekin bularga nima bo'lgan? Bular qanday darajada bir quyon yuraklik, qo'rqoqlik hech oldiga yetib bo'lmaydi. Yetib bo'lmasligiga qo'ying. Gapingiz ham yetmaydi oldiga. Siz gapirgan gapingiz ham yetmaydi. Nima qilasiz keyin? Iloji yo'q chiqib ommaga gapirasiz. Uni g'iybat yo'q. Uchinchisi bidatini tark qilmayotgan sohibi bidat. Mana hammani adashtirib yurgan bo'lsa bu bidatchi. Dindan emas narsani dindan deb odamlarni boshdan aylantirib yurgan bo'lsa, hadis masalasini hadis aytib chiqib shuncha odamni aldagan, bidatni sunnat degan, sunnatni bidat degan. Uni o'ziga aytish kerak meni. O'ziga aytganingdan foydasi bor uni. Bu yerda shuncha odamni adashtirib bo'ldi. Iloji yo'q chiqib endi uni ommaga aytasan.